hamsiya. Zo'rmi? Qala, yaxshimisiz? Abi o'y muncha kichkina o'y. Biz o'yga qaragan qanday katta shipir ham katta. Abi qurang kattaroq o'y. Yana boshladingmi sen? Ertaga sen uyingdan 10 metr baland qilmasam, men odam emasman. Tushundingmi? Turayam. Ko'chani yoqdim hamsiya. Men o'yin ko'ryapsizmi? Ana shu uyni buzish kerakda, qaytadan qurish kerak. Hamsa ham o'yin ko'ryapsizmi? Shipiri baland. Ma'ni betonim 1.20 bo'lish kerak. Shipir 6 metr bo'lish kerak. Hamsa hamkidan baland bo'lish kerak. O shamolda yiqiladi u. Menga po'xo'y, qiziqtirmaydi. Hamsa hamkidan baland bo'lsa bo'ldi. Hamsani o'zingiz bosang u hamsaya endi tortishadi, narsa qiladi. Nima qilasiz? Lishni qarajat. Hamsiya. Bu antena ham pastku antena. Biz antenaga qarang qanday katta barabanski. Qurang shunday antena. Bu odam emas bu. Bu odam emas bu, pidaras. Bir kun men bu yerdan ko'chib ketishim kerak. Yo buni o'yin portlatishim kerak, o'zini o'ldirishim kerak. Buni qutulaman. Men Toshkentga ketolman, sen uyi quraver. Toshkentga nima ketyapsiz? Ana shu antenani olamanda tomim ustiga televizorga keltirib qo'yaman. Toshkentdagi televizorga. Sen uyi qurdalar. Sen qistanmasan. Sen ana unaqa qilmabsan. Bir narsa bir kun suv bosib o'ldiraman yo. Yomon ko't qo'yib hamsiya. Ko'ting bo'rtlasin, ey, o'l bu kun.